yangi kun, yangi video. Uyimizda svet o'chgan edi. Shuning uchun hozir aylanishga chiqdik. Oilaviy, men, turmush o'rtog'im, ikkita bola. Shunaqangi prям uyutli, chiroyli joyga keldik. Sizlarga ham hozir ko'rsataman. Ertalab zavtrak qilishga unchalik ulgurmagan edik, kechtirdik. Endi shunaqa zavtraklar qilishga keldik. Bunaqa joyga. Qaranglar, choynichalar chiroyli edi. Daryoda Xalit игровой площадкада o'ynayapti. Ko'prim. Juda ham chiroyli joy. Площадкасы bor joylarni juda ham yaxshi ko'raman, chunki bolalar shunday so'ramizda, bolalar o'zi o'ynab yuraverishadi. Bu yerda площадкасы shunaqangi chiroyli ekan. Вроде kafe kichkinagina, lekin площадкасы o'sha zo'r. Kстати, bilmayman, mikrofonsiz gapiryapman. Надеюсь, ovozim yaxshi eshitilyapti. Eslaydi bor bo'lsa, oldingi videoda aytgandim, shu mikrofonni yo'qotib qo'ydimdi. Hozir endi agar bir hafta davomida mikrofonim topilmasa, xudo xolisa yangi mikrofon olamiz deb qarorga keldik. Uylar, hattoki mana qarab beradigan anaqa bor ekan. Biz пока mazaq ovqat yegunimizcha o'sha qarab berishar ekan. Площадка ideal. Kelishimizda polni hamma joylarni artib tozalayotdi mana shu ayol. O'nchoqlarni dezinfeksiya qilib zo'r ekan. Mana bu joy eslab qolinglar. Kafissima. Oldin o'qishimiz deb ko'p ko'rardim. O'tib ketayotganda, o'qish ketayotganda. Video ketayotganda qara, yoqyaptimi? Zo'rmi? Zo'r degan. Zo'r qil. Oyog'ing cho'z. Cho'z oyog'ingni. Sig'dingmi? Ana free keldi. Qara. Yo'q, kechib qo'yib. Kстати, uchala bolam bilan erim, ikkita bolam hammasi bir xil kiyimashgan. Qop-qora futbolka. Bitta men qora futbolka kiymadim. Zo'rmi, Xalit? Так, turmush o'rtog'imda яйцо пашот и помидорlar, nimadir anaqa. Menda esa angliskiy завтрак. Уже почти yarmini yeb bo'ldim. Xalitda esa free. Oy, juda ham prям mazali ekan. Pizzamiz masalanki robot olib keldi. Mana pizzamizni ko'rdi, shunaqa robot olib keldi. Hozir qaytib ketyapti. Stracciatella bilan pizza yeb ko'ramiz. Olis salat olganmiz, biz shirinchi qo'yib, pizza qilib ko'ramiz. На любителя такой нордон вкус bo'larkan. Keldingmi, Xalit? Bu Aminani olib ketmoqchi площадкаga. O'ynaysanmi, Amina sanam? Nima u, choy nima? Ой, чай, ой, спасибо, Халид. Ой, какой вкусный чай, ой, какой. Возьми, давай желтенький, вот сюда. Давай. Что, Халидик, ножичек? Ага. Biz uyga keldik. Xalit oyoq kiyimini yechmayman deb, mana uxlab qoldi. Oyoq kiyim bilan. Amina. Ki Amina. Keratinni единственный yoqmagan joyim nima ishdim. Buni oddiy shampun yuboraman-da, tekislanib ketish kerak. Po faktu. Adak zo'r. Вообще прям sochim umuman kir bo'lmayapti, yog'lanmayapti. Uyimizda aytgancha svet yo'q ertalabdan beri. Скорее всего, kechki payt keladi, chunki odatda yo'q bo'lganda kechki payt, lekinchi bilasizlar, mana bilmayman boshqa yo'llarda qanaqa, lekin bizani Olmazor tumanida rosa ko'p svet o'chadi. Juda ham ko'p marta svet o'chadi. Haftada 2 haftada bir marta mana shunaqa bir kunga o'chadi. При этом hech kim предупреждать qilmaydi svet o'chish haqida. Lekin juda ham ko'p o'chadi. Nima bo'ldi ki? Uy,
Amina! Bolalar obeddan uxlab turishdi. Mana shunaqangi tarelочка obed ularga kotletlarni o'zim qilib qo'yganman, muzlatib qo'yganlarim. Mana bu yerda Aminaga ham, u ham o'zi to'kib sochib yeyapti. Ovqat yeb bo'lgandan keyin cho'milishardi. Voy, молодец! Hozir Amina 10 oylik. O'zi nodir qilib yeyapti. Mikrofonim taqiy topilmadi. Скорее всего, ertaga indinga yangi mikrofon olamiz. Hozirgina menga pochtadan telefon qilishdi va uzoq kutilgan YouTube knopkam kelibdi. Уже Instagram uchun распаковка qildim, lekin sizlarga ham ko'rsatgim keldi. Mana shunaqangi коробочкада keldi. Shu pochtadan ichida bunaqa pismo, поздравлениyalar bilan bunaqa yana pismo и eng asosiysi knopkani o'zi. Hali vafilkali pishirgan edim. Ichiga cho'rpadan chiqarilgan olma soldim, 3 ta tuxum soldim, 230 ml sut, un и 2 qoshiq shakar. Shunaqa vafilkali chiqdi. Hozir endi vafilkali bilan choy ichaman, plus parallelno videolar ko'rib o'tiraman. Bolam esa naryoqda yotishibdi. Sekin uxlashga tayyorgarlik yo'lida. Kстати, vafilklar zo'r chiqqan. Oldinlari vafli pishirish juda ham qiyin deb o'ylardim, lekin rosa oson ekan boru. Uyda bor masalliqlardan любой vafli o'ylab topsa bo'ladi. Zo'r. Вкусно очень. Вроде oddiy bola o'yinchoq o'ynayapti, lekin mana qaranglar, krossovkasini yechmagan. Krossovkasini yechishdan Amina krossovkasini ko'chadan chiqqandan keyin отказываться qilyapti yechishga. Kimda endi shunaqa muammolar bo'lgan. Hov. Biz bolalar bilan o'tiribmiz, o'ynab. Amina. Amina. Degan. Bechora kamera har xil o'tqalarga tushyapti. Bu qiz o'zi turishni o'rgangan. O'zing turibsanmi, Amina? Tez yurish o'rgan endi. Keyin Xalid bilan birga ko'cha chiqasizlar, o'ynaysizlar. Ko'tar. Kel yordam beraman. Sekin qil. Endi ana, ha, sekin qil. To'xta. Ayo. 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 Mamikas? Mamikas? Amina? Xaliza? Esimiza? Bizda kechki bugun pastadan ujin. Kstati, ularda hozir juda ham zo'r aksiya ketyapti. 99 mingga. Hozir ko'rsataman nimaligini. Это мамочка грибной суп был, такой сарык ekan. Bunaqa pasta. Hammasi 99 ming стоит. И yana такой охотничий колбасали томатный паста. Men yana yuvib qoldim. O'rtada 2-3 kun video olmagan edim. Endi hozir bugun podarkalar kelgan. Shu podarkalar распаковкасini sizlarga ham o'zim Instagramga mini video qilib olmoqchi edim. И parallelno mikrofonni yo'qotib qo'ygan ekanmi, qanaqandir demotivatsiya bo'lyapti. Plus 2-3 kundan beri uyni umuman yig'ishtirmadim. Yig'ishtirgim kelmadi, to'g'ri desam. Erindim. Shuning uchun bugun menda prям полноценная уборка. Xudo xolasa, 2 ta videoni olaman, Instagramga joylashim kerak. И undan tashqari mana bugungi hozirgi vlogni ham montirovat qilib sizlar uchun bugun qo'yaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa ertaga chiqadi bu video. Bugungi sana 28-aprel. Так что kutili. Bardaq. Lekin video olishim kerak, chunki videoni o'sha именно quyosh tushayotgan paytda tez olishim kerak, chunki boshqa payt videoni kачествоsi такой яркий, tiniq chiqmaydi. Shuning uchun mana sizlarga o'xshagan onaman, meni ham uylarim yoyilib turadi, ora-chorada. Так, и давайте за kadr ko'rsatay sizlarga. Har yerda telefon qo'yib qo'yganman. Bu yoqdalarda, chunki changartib o'rtada, keyin birdaniga videoga olishim kerakligi esimga tushib qoldi.
qilmoqchiman. Обязательно yoyib olamiz. Chiroyli qilib. Baribircha odam sochini yoysa, o'sha boshqacha obraz, boshqacha vid bo'ladi. Все-таки mikrofon oladigan bo'ldim, chunki mikrofonsiz qiyin bo'lyapti. Tak, parallelni sizlarga ham bu yoqqa ham video qo'yaman, распаковка bilan. O, Xalid. Hozir shunday video bor, kesanga beraman. Suramiz, xo'p? Ha, suramiz. Kecha menga obunachim juda ham chiroyli sovg'alar yubordilar. Hozir birgalikda sizlar bilan unboxing qilamiz. Nimalar yuborganlarini. Aytgancha bular bilan birgalikda, bulardan men oldin juda ham ko'p pijamkalarni olganman. Deyarli uyimdagi hamma pijamkalarim, uyda kelgan chiroyli o'sha kiyimchalarim ulardan olganman. Undan oldin, давайте, pijamkalardan oldin kremlardan boshlaymiz. Ular hozir kelib paytda krem sotayotgan ekanlar. Значит, bunaqa ikkita krem. Ikkalasi ham kojani увлажнять qiladigan krem. Men ikkalasini ham ishlatib ko'rdim. Keyingisi bunaqa glitserinli krem. Bu kremni men hozirgi paytda homiladorlarga tavsiya qilaman, chunki qorindagi rastяжкаlar, tanadagi rastяжкаlarni rosa zo'r увлажнять qilar ekan, ya'ni oldini oladi va sizda rastяжкаlar bo'lmaydi. Mana shu krem. Va birinchi pijamkamiz shunga o'xshagan roza rangda. Qaranglar. Roza, men o'zi gulli, roza, och rangli narsalarni juda ham yoqtiraman. Bu pijama ham bahoriy roza ekan. Keyingisi bu такой домашний образ, qora futbolka va pastiga mana bunaqa yengilgina shtoncha. Uyda bemalol kiyib yursanglar bo'ladi. Bo'ldi, Xalid. Bo'ldi, voy, vashi chiroyli. Zakolkam taqib qo'y. Men zakolkam taqib qo'y endi. Ha, zakolka taqib qo'y. Janchi sochim haqida oldingi vlogda so'rabsiz, o'sdim. O'zi asl sochim pishniy bo'lgani uchun tepaga ko'tarilib ketgan edi. Anaqa bo'lib, keratindan keyin tekislanib, mana shunaqa pishniy bo'lib ko'rinyapti. Bo'ldimi, Xalid? Keva o'zim tarayman sochim. Ana bo'ldi. Voy, молодец. Rahmat. Taq zakolkani. Korzinka Go'dan bunaqa xlebni zakaz qildim. Hozir birinchi marta yeb ko'ramiz. Bu xlebni o'zi rosa ko'p Instagramda ko'rgan edim. Ko'pchilikda bu bunaqa firmaniki, karamelli ekan. Hozir попробовать qilamiz. Birinchi marta yeb ko'raman. Mana qanaqa bo'lar ekan. O'zi o'sha xleblarni oldinlarni yeb ko'rmaganman, lekin o'sha rosa ko'p videolarni ko'rib juda ham qiziqdim mazasiga. Akasini diplomi bo'lgan ekan. Shunaqa ko'rinishi. Yoshligimizda anaqalar dumaloq kukuruzalar sotardi-yu, o'shaga o'xshagan ekan mazasi. Bodro deylarmidi, chiqib dumaloq narsa sotardi. Maktabdan kelayotganda ko'chalarda o'shani mazasi ekan, qadisi. Nechada ko'p asobi nima?